ko'hna olamda inson yaralmish Allohning inoyatidan. Avlodlar davonni oshib borarmish, yaqinlar taftidan topib hidoyat. Qadoq qo'llaringga qadalgan nigoh, qarindosh jondoshing nigohi emasmi? Ko'ksiga boshingni qo'yib yotganing daryodil otangning panohi emasmi? Qarindosh, ey jondosh, kel dardlashaylik. Ota uyimizga chiroq yoqaylik. Sumalak qilaylik, hayit qilaylik. Baraka gulxanin birga yoqaylik. Dil ko'char dilbanding aziz joniga, zurriyot muharram, inson muqaddas. Charx ursang taqdir palahmonida shajarang mozidan berib turar sas. Bu bobong ovozi. Bu ota ovoz. ...2015 yilda Shahrixonda 200 yilligi bo'ldi. 1815 yilda Qo'qonni buyrug'i bilan Qo'qon bilan shu Qirg'iziston tomonga, hozirgi Xonobod, shu tomonlar o'rtada bir dam olib o'tib ketadigan Shahrixon degan shahar quramiz deb buyruq chiqargan. Shundan keyin mana Qo'qon, Andijon, Qo'qonga yaqin Buvayda, eski mana Namangan, Chust, hamma yerdan Qo'qon buyrug'i bilan hunarvand, kosib, bari shunday nimalarni hammasini yig'ib buyruq bilan ko'chib olib kelingan. Hozirgacha mana Buvayda mahalla, Qashqar mahalla, bu paytda Qashqar hozirgi Xitoyda Qashqardan Qo'qonga qaragan payt bo'lgan. Andijonlik mahalla, Qo'qonlik mahalla hozirgacha bor. Xon shahri, Shahrixon bo'lib nom bo'lib qolgan shu bilan. Endi bizda shajaralarimiz, avlodlarimiz temirchi bo'lgan hammasi. Bu Umar Qo'rchi degan bizni bobomizni dadalari bo'lgan. Umar Qo'rchi degani bu temirchilikda oldin shu hali temirni cho'qqa qo'yganda qo'r deylar ekan. Qo'rda oldin endi to'k bo'lmagan paytlarda shu dam berar ekan. Dam degani havo. Oyoq qo'lni shunday bosganda shunday narsada havoni haydab beradi. U ko'mirni yonish uchun havo turtga beradi-da, cho'g' bo'lishi kerak temir. Haydar opoqi 1880-yilda tug'ilgan. Enamiki shu bobomdan bir 3-4 yosh kichkina bo'lishi kerak edi, adashmasam. Men endi 33-yilman. 86ga kirdim. Endi opoqim oti nima edi? Abdukarim aka edi. Onam To'xtaxon, o'zimga tuqqan onam Qambarxon, dadam Abduhokim edi. Bunaqa do'kondanchi bo'lgan. Men bu yerga kelganimdan keyin shunaqa bo'lib, endi yaxshi, Xudoga shukr. Mehnat bilan bo'lgan, hamma ishlarimiz mehnat bilan bo'lgan. Bobomlar oilada 3 ta bo'lgan. Bobom Haydar ota, eng kattalari Ahmad opoqi bo'lgan. Undan keyingisi Jo'ra opoqi bo'lgan. Keyin eng kichkinasi meni bobom bo'lgan, Haydar ota. Meni bobom 18 oyligida otasidan yetim qolgan. Bular bizni bobomlar yashagan joylar Temirchi To'p mahallasi bo'lgan. Bu Temirchi To'p mahallasida katta bo'lishi, biz ham hammamiz, bizni qarindosh urug'larimiz hammasi temirchilar bo'lgan, amakilarim temirchi bo'lgan. Dadam temirchilik qilmagan. Bobomlar juda qiyinchilik vaqtlarda yashab, ko'p mehnat qilgan ekan. Dadamga shu 2 kishilik men mehnat qilganman, sen mehnat qilmaysan. Bunaqa temirchilik, shunaqa og'ir mehnatlarni nazarda tutgan bo'lsa kerak edi. Enam rahmatli, men ehson qilmoqchiman, yo bir joyga bormoqchimiz desa, biror marta pulni sanab bermagan. Bor pulni olib chiqib, mana o'zingizga yarasha xohlagancha oling, men sizga sanab berimman, deyar ekan dadam. Meni sovchi bo'lib u topgan emas, asli mahalla topgan. Endi o'zimiz ko'rishganmiz. Undan keyin u vaqtlarda hamma andaqa otarvada kelardi. Meni tepasi ochiq mashinada olib kelgan.
mashinada olib kelsa voy mashina kelibdi ochiq mashina haligi shunga tushib kelganman bu yerga 50-yilda kelganimda bular shu temirchilik qilishar ekan men kelganman u vaqtda urushdan chiqqan vaqtimizda nihoyatda yo'qchilik edi men ularnikiga kelib do'p urgandim undan keyin hali do'ppini qo'shishtirgandim yine odamlar hammasi endi ko'p odam qo'shib bering deb olib kelardi shunday tikkan do'ppini olib kelishardi uni men qo'shib berar edim shunaqa qilib katta chevar bo'lib ketganman dadam rahmatlik men tug'ilgan vaqtda qassobchilik bilan shug'ullanar edi onam kasalxonaga chevarlik bilan shug'ullanardi birin ketin singillarim tug'ildi mana katta bo'lib onamga qarashdik biz ham ishiga qarashardik ham bola boqishda yordamchi edik 4 qiz tug'ildi undan keyin o'g'il tug'ildi uni orasida yana bitta qiz tug'ildi haligilarda bittasini bog'chaga berganim yo'q bog'cha yo'q edi u vaqtlarda endi shunaqa qilib kechasi uxlamay do'q tikib shunaqa qilib uni dadasi ham temirchilik qilar edi tesha bolta undaqa qilardi keyin endi bu xo'jayinim ham larioda ishladi qassobchilikda ishladi shunaqa bo'lib men bolalarni uxlatib qo'yib uxlamas edim hozirgacha mana shu uyqum yo'q bu qizlar katta bo'lib dasyar bo'lib ukalarini eplaguncha kelib men ko'p opamlarnikida yordam berar edim bu opam o'ta mehnatkash bo'lgan bozorga ish qilar edi pochcham 7 marta borib meni olib kelar edi kech payt yana olib borib qo'yar edi shunaqa o'ta mehribon pochchamiz ham yaxshi odam edi meni tengqurlar mendan kichiklarda buncha katta oilasi borligini men hali eshitganim yo'qda 11 ta farzandi bor oila eshitganim yo'q dadamga qarashardim men har doim shu yonida qassobchilik men ham qassob bo'lganman 78-yilgacha qassobchilik qilganmiz dadam bilan birga 1978-yilda mana shu yerlar olingan bo'lsa unda juda xarob holda edi dadam rahmatli mana shu yerda olib 2 yilda o'ziga kelgizib choyxona yurgizdi shu 80-yil 4-apreldan choyxona ishga tushdi ya'ni ham nimaroq tushuntirarliroq aytadigan bo'lsam SSR paytda bu yerda eshaklar sotilib eshak bozor degan nomi bor edi eshak bozor yakshanba kunida shu yerda bo'lardi biz eslayman odamlar shu yerda unda mashinalar avtomobillar ancha kamligi tufayli eshaklarga nihoyatda ish ko'p tushardi shuning uchun eshak bozor ham ancha rivojlanganligi uchun eshak bozor deb nomi qolib ketgan ana shu nom hozirgi kattalar orasida yuradi lekin yoshlar bilmaydi shunaqa turpoq toshli tashlandiq joy edi o'zimiz ovqat tayyorlab berishda birinchi boshlaganmiz Sharxonda choyxonamiz ham juda ham gurkiragan rivojlangan juda ham payda edik bu ukalarim hammasi menga yordamlashardi choylarni toshishib yosh edik ana shu eng katta mas'uliyat ana shu eng katta akam Abduqahhor akam bilan Advan akamga tushgan edi biz ham ko'proq o'ynab yurardik ular ishlardi shu choyxonada ham mehnat og'ir edi juda yoshligimizda biz maktabda o'qidik maktabdan to'g'ri ishga kirib ketardik ish ham endi 11-12gacha 11-12gacha ko'zlarni yumib hozir ko'zim erta bilan turganda ko'zimni ochdim uxlamadimmi deydigan bo'lardi choyxonamiz salqin joyda joylashganligi uchun haligi u vaqtlarda Sharxonda o'zlari xarajatlarni qilib kirib keyin osh tayyorlashardi men qassob bo'lganligim uchun dadam bilan lariolarda ishlaganligim uchun guruchlarni ham yaxshi bilardim qo'y so'yishlarni ham bilardim keyin o'zim qo'ylarni olib kelib so'yib umumiy ovqatlanish korxonasida ishlaganligim uchun povurlikni ham bilardim hali ishchi yo'q edi yollayman desak ishchi yo'qda shu ishlatadigan odam o'zimiz ishlardik aka ukalar ko'pchiligimiz shu qozonni boshda turganmiz bo'lsa masalan 13-14 yasharimizda shu qozon kovlab shunday 4 ta qozon 5 ta qozon bu yoqda o't yonib tursa bo'ldi edi bittasini damlardi bittasini qovurardi bittasini go'shtini to'g'rab yog'ini tashlab ketaverardi soyda nihoyatda ko'p o'tin oqib kelardi o'tinlar oddiy cho'paylar shunday bizda imkoniyat yaxshi edi oqadigan joyimizda so'ridan shunday o'tinlarni olib qo'ysa bo'lardi o'tinlarni shunday olinardiki shunaqa barakali bo'lib suvda ko'p o'tin kelganidan ana shu bir yilga ketadigan ishlatiladigan o'tinimizni soydan olib qo'yardik bir kun choyxonamizda eng boshida so'rimiz tagiga ko'p axlatlar yig'ilib qolib suv ko'payganda suvni o'tkazmay qo'yib tepasida odamlar ovqatlanib o'tirgan nimasi bilan so'ri shunday tagida so'risi bilan oqib ketib qolgan men ana shunda tashlab
ko'rpa to'shak idishlarni olib chiqishga harakat qiluvdik. Odamlar shunday oqib ketib qolgan. Katta odamlar ko'pini ashina oyoq kiyimlari oqib ketgan. Shu qiziqarli voqealardan bittasi shu bo'ladi. Mana shu bolalarim samovarda choy toshib, uqilib, bukilib katta bo'lgan bolalar. Kim choy olib kel desa, olib borib berib, mana endi shu darajaga yetishdi. Onajon, dardingiz o'zim olay, Makka-yu Madinamsiz. Onajon, dardingiz o'zim olay, dunyoda borlig'imsiz mening. Bizni oilada dadam ham, onam ham dono edi. Bizga o'qishni dadam rahmatli yaxshi o'qishgin der edi. Biz ancha-muncha bir narsani so'rasa, onam o'zi ham dars tayyorlashimizga onam ham yordam berib yuborardi. Usta bo'lganda, hozir ham onam shu yoshga kirsa ham bir narsani so'rasa, tez adashmay aytib beradi. Ashu bizni o'qishimizga dadam rahmatli bilan onam sababchi bo'lgan. Onamiz ham shu vaqtda shu do'ppi-to'zlikda tadbirkor edi. Nima shu mehnat qilib, juda ham ko'p mehnat, bizni halol mehnat bilan boqishgan. O'g'lillarim sizni boshimizga ko'tarib yursalar deydi, uxlamay qilardi, bizga uylab, joylab, boqib, tarbiya berishga deb. Maktablarda ham siz nimangiz bilan birinchi bo'lib kiyinamiz deb ashaliyo katta bolaman. Ashuna deb turadi. Ko'p mehnat qilsa odam yengil bo'lar ekan. To'rtta qiz do'ppi tikardi bir yerda. Uni onam meni bozorga borib sotar edi. O'g'illar dadamga, qizlar hammamiz onamga yordamchi bo'lib, oilamizni katta bo'lib, o'zini tikilib olguncha hammamiz birgalikda mehnat qilganmiz. Biz birinchi sinfdan sinfga bo'lganmiz hammamiz. Shunaqa, dadamiz ham nihoyatda zira aqlli edi, onamiz ham shunaqa zira aqlli, ashlar farzandi bo'lib, biz ham maktabda Allohga shukr faqat 5 ga o'qiganmiz. Mana bugun maktab hovlisiga kelibman. Maktabni bitirganimga 47 yil bo'libdi. Sinfga bo'lganmiz. Keyin 7-8-sinflarda u paytlarda pioner vajati bo'lardi, keyin drujina sovetning raisi bo'lardi. Biz drujina sovetning raisi bo'lib, hamma otryad vajatilar bo'lardi. Ular majlisda bizga raport berardi. Maktabimizda radiozel bo'lardi. 3-soat 11:25 da tugasa 10 minut tanaffus bo'lardi. O'sha paytda maktab yangiliklari, maktabimizda qilinadigan, bo'ladigan ishlar to'g'risida yangiliklarni olib borardik. Diqqat, maktab radio o'zilidan gapiramiz. Bugun Shahrixon shahar 3-sonli maktabda, G'ofur G'ulom nomli maktabda bunaqa yangiliklar bo'ldi deb ashlarda aytar edik. Assalom azizlar, chehrasi gullar. Ilm bo'stonida sayroq bulbullar. Sizga ta'zim ila qo'l ko'ksimizda salomimizni qabul etinglar. Ilm dargohingiz shaharning ko'rki, ziyraklik, donishlik unda jamul jam, zehrim va yetuklik bog'ida bitgan guldastaning o'zi siz bilan ko'rkam. Hammalarini ustuvoshlarini yuvib, hammasiniki bittadan stolga terib qo'yardim. Maktabga tayyor qilib qo'yardim. Yuvib, dazmollab. Hali ular ham opam mana shunaqa edi deb eslashadi. 11 ta bola boqqan bo'lsam, hammasini ish qilib, yaxshi yuvuntirib, kiyintirib, ashuna qilib, yaxshi joylarga uzatib, hammalar nevara-chevarali bo'lib ketdi, hammalari. Bizni ukalarimiz hammasi Haydarovchilar deyishar edi. Hali Haydarovchilar deyishga sabab hammasi yaxshi o'qiganligidan, biz oilamizda birorta bola hali nima o'qimaganda hammasi a'lo sinfga bo'lishib, a'loga o'qigan uchun keyindan hozir Haydarovchilar deyishadi. Nima? Jiyanlarimiz ham Haydarovchilarni dalakansan deyishar ekan o'qituvchilar.
yaxshi o'qiganligidan haydaluvchilar bo'lib ketishgan ular. Albatta onamga yordam berish kerak. Yordam berardik. O'shanda ham ba'zida onajonim bir kun maktabdan qolib shu ukalaring kirlarini yuvgin desa, men aytardim, onajon, o'sha ishlaringizni soat 8 gacha qilib berib ketsam bo'ladimi? Meni maktabdan qoldirmang derdim. Erta turib, bu onam aytgan hamma ishlarni qilib bo'lib maktabga ketardim. Maktabdan progol kirishni hech ham xohlamas edim. O'shaning natijasidanmi o'qishlarimni a'loga o'qib, oltin medal bilan bitirganman. Mana 11 ta bola bo'lsak, 11imizdan mana qizlarimizni chiqardik, o'g'illarimizni uyladik. Mana onamizni boshchiligida-da. Mana endi shu darajaga yetishdi. Endi meni boshimda ko'tarib yursa bo'ladi bolam. Buvat yetishadi bular endi. Keyin choy desa choy deb berardi, osh qil deb osh qilish berardi. Mana shu bolalarim shunaqa bo'lgan. Abdumannan. Bu taqdir deganlari bandasi bilan hech vaqt hisoblashmas. Odam bolasining esa ko'nikib yashashdan bo'lak chorasi yo'q ekan. Umr esa tinim bilmas bir shoshqin daryo. Bardosh. Faqat bardosh degan metindek tuyg'u borki, inson ming bir bo'lakka bo'linib tursa-da, matonat bilan yo'lida davom etishdan o'zga bir chora topolmas. Hayotning barcha imtihonlarga bardosh berib kelgan Tursunxon ayani oldida yana bir og'ir sinov kutib turar edi. Bu sinov uning qaddini bukib qo'ydi. Ko'zining nurini oldi. Dilband dog'i insonning 12 ming tomiriga xuruj beradi deganlaridek 2017-yilning qahratoni mushtipar onaning qalbiga ko'chdi. Ko'zidagi yoshini muzlatdi. Onajon, onajon, dardingiz o'zim olay. Makka-yu Madinamsiz. Abdumannon rahmatli ko'p eslaymiz. Qilgan ishlarni eslaymiz. Qatorlarimizda xato bo'lib qoldi, yana xafa bo'lamiz. Iloji yo'q ekan. Alloh rahmat qilsin. O'sha endi hali o'g'illarni nihoyatda Abdumannon sho'x bola bo'lgan. Yana oldimizda maktab bor edi. Maktabda haligi o'qituvchilar aka kelsa, bolalarni jim qilib haligilarga dars berar edi. Dadam rahmatli bir kun aytibdi, dada menga ustun pul bering, men nima keyin talab joyda aytibdi, men mana shu uy savolardim dermish. Desa, voy sen kichkinasan, desa pul bersa uy savolveraman debdi. Haligi endi o'ylaymizki, yosh bola bo'lsa ham uy solishni o'ylab, hali tadbirkorlikda xuddi yoshligidan u bolada bir narsa bordek, xuddi shu vaqtdan bir mas'uliyat bordek, shunaqa nima edi. Hali ukalar yosh bola shular deganni hali eslab turamiz. Mana o'zimdan keyingi ukalarim ham hammalari yaxshi o'qishgan. Ayniqsa Abdumannon. U ham nihoyatda a'lochi bo'lgan. Oltin medal bilan bitirgan maktabda. Maktabimizga ko'mir kelibdi. Ko'mir kelsandan keyin paqir qilib hammasi bo'lishyapti maktabdagi endi. O'qituvchilar. Lekin haligilar adashib qoldi-ku bu. Ko'mirni nechtaligin desa, maktabga kirmagan bola mononcha bo'ldi bu desa, hammasi hayron qolgan. Ma'lumlar keyin ham gapirardi. Maktabga kirmasdan shunaqa a'lochi, shunaqa miyali bola bo'lgan deb. Akam rahmatli 4 ta opasi bo'lganidan singlisi bitta men edimda. Keyin meni rosa erkalatib, rosa yaxshi gaplardi. Keyin 1-sinfga kirganimda akam 5-sinfda o'qir edi. Menga rosa darslarimda qarashardi, yordam berardi. Maktabga ham ishimsa yugurib borib, aka desam, darrov hamma ishlarimga qarash berardi. Kiyinishlarga seni bunaqa kiyinib bor, chiroyli kiyinib bor deb rosa nima qilardi. Keyin haftada bir marta maktabimizda lineyka bo'lib, a'lochi o'quvchilarni haftada bir marta chaqirib, rag'batlantirishadi. Har doim akam Haydarov Abdumannon desa, sinfdoshlarimga rosa faxrlanardim.
ham qizil diplomlarga bitirgan. Qizil diplomga bitirib Samarqand savdo institutiga imtihonlarsiz imtiyozli kirgan. Armiyadan yangi kelganda anaqasi bilan o'zicha armiyaning qonun qoidalari bilan yashaganda endi bu yangi soldat nihoyatda armiyaga o'zini xohishi bilan istagi bilan ketib keyin kelgandan keyin biz Amnon akam 2 yil ko'rmadikda lekin juda sog'indik. Sog'inib 2 yil kelgandan keyin 3 kunda bezib tashladi. Nima sababdan desalaring, har kun turgizadi, bizni yangi soldatlardek yugurib turadi, turgizadi. Bunchada kiyinishing kerak deydi. Keyin dadamga aytib berdim, dadam bizni qiynab yuboryapti bu desa. Keyin dadam unga bular senga soldat emas. Bo'ldi, o'zingni yashagan hayoting bilan yashayver, bo'ldi endi deb to'xtatib qo'ydi. Akam qizil Jigulisi bo'lardi. Men uyga tashlab qo'ydimda, keyin yangi o'rganyapman, shunday burilib uyimizga yo'lda bo'yida uyimiz, shunday burilib ketmasdan shunday olib turib orqasi bilan to'g'ri qilib buraman debmanda, orqada ko'chaning narigi betida tut bor edi. Orqaga ketyapti, tormozni bosaman, gazni bosib olib. Men, dadam, Abdumallon akam uchovimiz o'tirdik uyda, gaplashib, qattiq avariya bo'lgan ovoz eshitildi. Abdumallon akam ko'chaga chiqchi, nimadir bo'ldi deb men dedi. Keyin men chiqsam, shunday kapotni o'rab ichiga kirib qoldi. Chiqsam mashinani shunday uribdiki, tutni yiqitib qo'yadi bitta. Tut ontarilib, tut qochsa ham boribdi-da. Aradan o'tib tutlarga tegib chiqsam, akam qaltirab hayajonda nima bo'ldi deb akamdan so'rasam, Abdumuxtor sen men urib oldim degan deydi. Aka qanaqa urib olaman men? Akam o'zi Abdumallon aka meni chiqib ko'radi. Abdumallon aka ishonmaydi endi. Bilsam keyin orqamizdan Abdumallon akam chiqdi. So'kishni bilaman, jahl dorrasa, nima desa deydi turibman-da. Onam to'g'rilab qo'ydi-da, endi onam oldida men so'kalmaydim. Onamni chaqirib qo'ydi-da, endi boshlayapti ro'da. So'kaman deb turdi, onam chiqib olib men tarafimga olib qoldi. Hech bo'lmasa so'kib olmaymanmi deydi. Uni tuzatdi-da, keyin nima dedi? Tuzatib sotib olamiz endi. Sotib olamiz deb rosa yuvdirib, tozalab uyga olib keldi. Olib kelib, nima dedi? Orqada benzin bor, quyib qo'ying dedi. Ikkita play bor ekan, flaga bor ekan. Bittasida suv bor ekan, bittasida benzin ekan. To'lla. Endi u uylarida nima toza suvni uy bu yoqdan toshirdi. Keyin ikkovi ham benzin deb o'ylab to'ldir qilib quyib qo'yibman. Ertasi kuni bozorga ketaman deb tayyor yurgizaman deb moslashga. Nima qiling deydi, qo'yib qo'y. To'la suvni qo'yib qo'yibman. Sotaman deb bozorga olib chiqaman, tayyorlar rosa yurgan ekan. Katta bo'lsam men o'qiyman. Shu oilamizni rivojlantiraman, ota-onamga ko'proq yordamim tegsin deb harakat qilganman. Men Farg'ona kooperativniy texnikumiga dokument topshirganman. Farg'onaga onam rahmatli olib kelganman. Xullas kalom Farg'ona texnikumiga kelganimdan keyin bizni 10 kun o'qiganimizdan keyin paxtaga olib chiqib ketildi. Rosa xursand bo'ldik o'quvchilar va biz paxtada Yazyovon cho'llariga olib ketdi. Qoratepa degan qishlog'iga bordik. O'sha yerda gruppadoshlarimiz bilan mazza qilib ham o'yin, ham ish qilib rosa yayrab yurgan paytlarimizda bir kun kechki payt paxta terib kelib taladan kelayotganimizda Shahrixonlik bolalar bor edi ikkita.
yine xo'jayinim Haydarov Abdumannon u yerda уже o'z o'rnini topib, u kishi zavxoz bo'lgan ekanlar. O'zi student. Zavxoz bo'lib, o'sha yerda o'qituvchilar bilan teng qatorda yurar edi. Yurganda yine o Shahrixonlik bolaga aytdiki, "Hormang Hamid" degan savol berdi. Yine ular savol bergicha "Hormanglar" deyish kerak edi. Bu noto'g'ri aytdi deb turib, "Salomat bo'ling, bizga aytmasa ham biz javob beraveramiz, qizlar" deb hammamiz ermak qilib kulib yubordik. Unda yana ham unda qiziqish uyg'ongan. Ne zavxoz bo'lib bizga non, pon bir narsalar berardi. Bir kun meni dejurligim bo'lib qoldi o'sha xonaga. Ikkita sherigimiz bilan nonga tushsak, qiz baqa keling dedi-da, nima desam, molada olib chiqib keting deb do'qurgandek qilib bizda qog'ozda, gazetada bir narsa berdi. Endi bilasiz, u paytda studentlar hamma sho'x bo'ladi. Gazetani ochib, "Voy qizlar, mana uni kim berdi? Nima mana u?" deganda, haligini ichidan o'rtasida anaqa pavidlosi bor, setkali non bo'lar edi. O'shan bilan ozgina slivchini beribdi. Uni slivchini o'qituvchilarga berilardi bu paytda. Meni ekan u bola aytdiki, "Qiz, ovqat qilishni bilasizmi? Bizga power kerak" dedi. Yo'da, "Ha, bilaman" dedim. Desam, "Somsa qilishni bilasizmi?" dedi. "Ha, bilaman" dedim. Lekin o'shadan keyin yana chalg'ita boshqa kunlar, "Qiz, Qur'onni o'qishni bilasizmi?" dedi. Dedi, "Ozmi ko'pmi bilaman" dedim. Abdumannon texnikumda o'qib yurgan vaqtida katta kelinni oldik. Abdumannon har 15 kunda, 20 kunda kelib turardi. Ne dadamlar endi buni ham tezroq uylaylik deyishganda, men aşağıda bir qizni ko'rdim, sizlar ham bir borib ko'ringlar dedi. Shunda paxtada yine bugun ota-onam kelyapti meni ko'rgani. "Qiz, bumlar bilan so'rashib qo'ying" dedi. "Yo'q, men nimaga ko'rishishim kerak ekan? Men uyataman" dedim. Dedim, majburlashib, uni gruppadosh qizlari meni oldimga kelib, "Qimmatvoy, yuring, nima Abdumannon akani ayalari kelibdi, hammamiz ko'rishgani boramiz. Yuring siz ham" deb meni chalg'itib, bum bilan ko'rishtirishdi, Xojona bilan. Xo'jayinim rahmatli o'sha texnikumda o'qib yurgan paytlarda u armiyadan keyin kelib davom etkazgan o'qishini, shu darajada bo'lganki, qobiliyati dars berardi gruppadoshlariga. Vaqtincha dars berib, o'qituvchilar bor yo'qlik holatlarida darsiga kirib dars o'tib turardi. Shu darajada o'qituvchilar u bilan hisoblashishardi. O'sha o'zimda o'sha bolaga hali mehr o'rgayapti, o'zimdan qo'rqyapman. Men o'sha o'qish deb kelganman. Ota-onamga, qarindoshlarimga nima degan anaqa bo'ladi deb istihola qildimda, yo'q, men agar bu bola bilan shahar chaqirganda chiqib uchrashaversam, yaqinlashib ketib qolaman dedimda, yine qish kunlarida yine o'shandan keyin men uyga ketib bordim. O'qimayman endi. Ketsam, o texnikumga kelib surishtirgan, men yo'q bo'lganman. Meni qo'rqmasdan jallavodli bolalarning orqasidan adres olib, meni qishlog'imga istab borgan. Borib ota-onamni chaqirtiribdi. Shunaqa men o'qishdan keldim. Bir haftadan beri o'qishga bormayapti ekan. Men starostasiman, o'qituvchilar meni jo'natdi degan. Deb qo'rqmay ota-onam bilan uchrashuv bo'lgan. Keyin yana texnikumga istab bordi meni. Boruvding aka, meni bunaqa qilmang, men o'qishda deb kelganman, meni chalg'itiming. Endi u bola armiyalarni bitirib kelgan. U paytda hali det degan narsalar bor edi. Ko'proq o'g'il bolalar u katta yosh kattalarga bo'ysunar edi. Chaqirib bermasa so'kish eshitishardi shekilli-da. Shunaqa bo'lib, keyin desam, men sizni olaman deyapman. Xudo xolasa to'kilamiz. Naka dedi, dedi ham baribir hali bolaga o'g'il bolalar aldab ketishi mumkin deb ishonchsizlik bo'lib qo'rqyapman. Bir vaqt 6 ta qiz o'shlik, Xo'jobodlik qizlar bilan hammamiz ketayotsak, bir vaqt hazil qilishda qizlar Abdumannon aka kelyapti, Abdumannon aka desa, meni hali menga ana qilishib meni uyattirishyapti deb e'tibor bermay gapirishma deb hazil qilib o'tirsam, bir vaqt menga buket gul ko'tarib kelayotgan ekan.
ine o'sha paytda endi u shunaqa yoshligidan madaniyatligida uni ancha buncha bolalar qilmas edi. Keyin o'sha narsalar meni mehrim oshishiga sabab. Juda dadam rahmatli hamma o'g'illarni ko'yniga qaragan. Bo'pti-da, o'zi yoqtirsa olib beraveramizda dedi. Ko'rib kelamiz dedi. Dadam rahmatli o'zi, buvim, 3 ta qiz, ne bordik. Rosa paxta vaqti edi. Shunaqangi ash kuni havo ham aynib turuvdi. Uzoqdan paxta terayotgan qizlar ko'zimizga bir g'alati ko'rinadi. Ne degan, yo'q, endi bu ish chala bo'lyapti. Bitta ikkitamiz borib paxtazorning ichiga kiraylik, ko'raylik bu qizni, gaplashaylik dedi. Gapini eshitaylik dedi. Mendan katta ikkita opam borib, u qizni gapga solishdi. U qiz endi ularni nimaligini bilmagan. Mana hozirgi kelinimiz. Kelib va endi tuzayotgan. Bo'pti-da, o'ziga yaxshi beraveramizda deyishdi. Bahor keldi. Bahorda bir kunlarning birida meni chaqirib, uchrashuvga chaqirib, o'sha texnikumda o'zida hovlisida ertaga 2-3 kundan keyin ota-onalarimiz sizlarga sovchilikka borishadi dedi. Voy dedim, ishonmayapman. Siz bugun keting. Men qanday darslar tashlab ketaman desam, men o'qituvchilar bilan gaplashib qo'yaman dedi. Va mana shunaqa endi keladi dedi. Kechqurun onam bilan svetni o'chirib, unda shuni juda ham sharma hayo kuchligida shunaqa bo'lishyapti va baribir endi men ham qiz bolaman, taqdirim yaxshi insonlarga tushsam, nima deysiz desam, rosa buvim ikkalamiz sirlashdikda, ertasiga ertalabda buvim yana bola uchun, men uchun xarajat qilgani ketishadigan bo'ldi. Dadam rahmatlikka aytgandan keyin dadam rosa achchig'i keldi. Mana o'qish, senlar o'qish deb bu kuyov topib kelibdi degan rosa ta'na dashnomlar eshitdim, qo'rqdim. Bir kurashish bo'ldi-da hayot uchun. Juda oilamizda urush bo'ldi ertalabda ozgina. Keyin baribir hali mehmon otangdek ulug' deganlardek, u xolasiga beramiz, xolasiga yo'q deb chiroyli kutishimiz kerak deb, keyin bozorga borib bular xarajatlar qilib kelishdi. Yaxshigina ekan, dedi, bo'pti, o'zingga yoqsa mayli-ta dedik. Biz bordik dadasi bilan. Jallovotdan olganmiz. Dadasi bilan borsak, bizga yoqdi. Qaynonam, onajonim bunga tushuntirgan. Baribir men uylashim kerak, siz chiqarishingiz kerak. Bular 2 yosh bir-birini tushunishibdi, nimasi yomon. Endi yo'li ozgina uzoq bo'lsa ham, qizingiz katta bo'lsa, baxtli bo'lsin deb, buvim ham opa, singillari yo'q, 5 ta o'g'ildan keyin bitta qizligi uchun, maslahatchisi kam bo'lganligi uchun buvim nihoyatda yoqib qo'ygan. Qaynonam o'zim onamga bir-biriga juda hali Alloh yuzlarimiz ko'rsatganmi, opa singildek bo'lib bir-biriga o'sha paytda yoqishib qolib, oqliq berishdi, rozilik berishdi. U qiz endi o'zi birinchi kursga kelgan ekan. Uni Jallovotda qo'shnilar ham yo'q, qimmat nima, Qirg'izistondan O'zbekistonga qiz olmaydi, bemalol o'qishga jo'nataveringlar. Baribir nima qolib ketamidi? O'zbeklar a'lardan mashaka kelib chiqaramiz deyishgan ekan. Biroq haliga qizlar birinchi kurs bitirmasdan turib, bu yoqqa bo'lib ketdik. Uylariga borsa dadam rahmatli. Meni rahmatli billa boruvdi. Ammamga kelin bo'lganman, ammam billa borishsa, shunday kiryapsa, bir farishtadek odamlar keldi uyimizga deb, bular qanaqa odam-u? Bular qaytdan keldi-yu demasdan, voy sizlarga qizimizni beraveramiz deyishgan ekan. Dadamlar ham, bu qanaqasi? Bizni bilmasa, bizni tanimasa, voy shunday qadam bosib kirganlaringda uyimizga bir yorug'lik kirib ketdi. Qanaqasiga bo'pti deb o'rganimni bilmadim deb, Xudo xolam rahmatli shuna deb yurar edi bizga. Uyimizning narigi betida choyxonada zakisimiz bo'lib o'tgan. Farg'onada Nuriddin Haydarov artist rivojlangan paytida katta akalarimiz Abduqahhor akam o'sha Nuriddin Haydarov bilan juda inoq bo'lganligi uchun ukasini to'yini endi qizil to'y bo'lyapti, juda chiroyli o'tkazishim kerak deb Nuriddin Haydarovni to'yimizga taklif qilgan.
1984-yil 3-iyul kuni bo'ldi. Avgust oyida bu kishi Mejray bazaga joylandi. 3-sentyabr kuni men yangi kelinchayman, tug'ilgan kunim bo'ldi. Shunda ikkita xrustal vaza ko'tarib keldim men tug'ilgan kunimda. Juda ham aytyapmanki, u yosh yigit, yosh kuyovlar bu darajada e'tiborli bo'lmaydi hozir ham. Meni yoshligimda, kichkina qizligimda 2-sinfligimda ovqat qilishga o'rgatishgan. O'sha 4-sinfligimda xamir qorishni o'rganganman. O'sha 5-sinfda jom qo'yib non yapardim. Oila yumushlari menga bo'lganligi uchun keyin 7-sinfda qo'shnimiz Toshxonaga degan, hozirgacha ustoz deb yuraman, Toshxonaga Uyg'urlar bilan qarindoshlari bo'lganligi uchun cho'zma lag'mon qilishardi. Har doim qilganda albatta men kichkina qizni hisoblashib meni yordamga chaqirardi. Demak, meni o'quvim borligi uchun u qiyinroq edi-da o'sha paytda. Meni yordamga chaqirib o'sha eshma lag'monni o'rganganman. Keyin bir kun meni bunaqa lag'mon qilaylikmikin deb kelinlik paytimda aytsam, qilinglar dedi. Bum qilinglar degandan keyin haligi lag'mon dadam rahmatli Abdurozig akaga yoqib qoldi. Yoqib qolgandan keyin har kuni lag'mon qildiradigan bo'ldi. Xamir ovqatni yaxshi ko'rar ekan. Uni hali tars-tars tashlashlarimni ko'rib, "Voy, malades. Kalta yegan xamir shirin bo'ladi-da, boshqacha bo'ladi. Malades" deb oldimga kelib, "Nima olib kelish kerak?" deb yana ham halinga qiziqib akalarini aytar ekan, "Meni Jallovodli kelinim eshma lag'monni bilar ekan, aka keling. Lag'mon ichib ketasiz. Ammalari chiqadi, chiqinglar, lag'mon ichasizlar. Hattoki xamirlarni nima qilib bering, tashlama lag'monni qilib bering" deyishib, olib chiqishardi xamirini, men qilib berardim. Keyin xo'jayinim rahmatli ishdan kelib bir kun opalariga qilib beryapsam, derazadan havas bilan qarab turib, o'rgatmang bularga. O'zingiz zo'r qilib qilavering deb hazlashib, hali faxrlanganlari yuzdan sezilib turardi. Bir 1985-yil 18-mayda yana Alisher o'g'lim kattasi dunyoga keldi. U juda ham bir o'zini baxtli boshqacha inson tasavvur qildi. Juda ham bolaga mehribon. Bir kun ko'chada ko'rishib qoldik. Ishga ketgan ekan. Hastalikka ketyapsiz dedim. Desam, unaqa, ashna o'g'li ko'rgandi birinchi, Alisher, katta o'g'li tug'ilgan edi. Alisherda o'g'limga dedi, bankka pul qo'yapman dedi. Qanaqa qilib qo'yar ekan desam, tek kinishka ochtirib qo'yibdi. Har oyma-oy pul qo'yib turaman, katta bo'lsa, Xudo xolasa o'qiydi, o'qitaman deb. Buni gapirishning maqsadim bolalarning kelajagini o'ylagan odam edi. Keyin 90-yil yana bitta farzandli bo'ldik. Keyin farzandli bo'ldik oktyabrda, 12-oktyabrda, endi noyabrlarda qirqimiz chiqmagan paytda o'rtoqlari bilan Toshkentga o'ynagani borishadigan bo'lib qoldi. U paytda ham Toshkentga borish juda ham avtobuslarda uzoq, Toshkent ketadigan bo'lib qoldi-da, meni qirqim chiqmagan ayoliga bitta qo'yni so'yib, il berib ketgan. Shuni yeb, bolalar bilan qiynalmay yaxshi o'tirib turgan. O'zi bir haftaga ketayotgan bo'lgan. Shunda ham bitta qo'yni so'yib berib, il berib ketgan. Dadam bizga juda ham o'qishlarimizda ham, dam olishlarimizda ham hamma yoqda e'tiborli edi. Yoshligimizda keyin ko'pincha opamlar bilan bizni bir kun Andijon, bir kun Namangan, bir kun Farg'ona bog'lariga borib, har kuni aylanib, o'ynab yurardik. Meni yoshligimda bir qo'lida meni ushlasa, bir qo'lda velosipedda ushlab, shunaqa qiyin bir nimalarda tarbiya qilib ko'z oldimda hozir ham olib borganliklari. Uyga o'tsak ham hammamiz yig'ilishib olardik, o'rtagizda boradi. Bizda hammamizga karrani so'rardi. Karrani ko'p so'rargan. Shunga men umuman yodlanmaganman. Keyin maqtanmasdan men 5 olardim. Bu singlim 4 olardi. Mendan keyingisi 3 olib ketardi. O'qishga umuman qiziqmaganman. Endi hozir afsusdaman. O'qisam bo'larkan, shuncha sharoitlar otamning davrida. Mahallamiz boshida bir oraliq ko'cha bor. Shu oraliq ko'chadan o'tishimizga savol berib qoldi.
hozir oraliq ko'chaga qaradingmi deydi. Yo'q, qaramadim desam, nimaga qaramading deb meni urishib ketdi. Keyin dadam gapida davom etdi, nimaga qaramaysan, nimaga oldi arqingga qarab yurmaysan, nimaga mahalla ko'yda mana hozir men qaradim, birov qo'shnimiz g'isht to'kibdi. Sen kimdir qo'shningni holidan yoki nima qilyapti bilmasang, qanaqa bir yon atrofingga befarq odamsan degan nima qildi, lekin u vaqtda men uni bilmadim, qanchalik mohiyati bor, nimaga kerak, baribir xafa bo'ldimki, что meni dadam so'kdi degan nima ular. Keyin bu hayotda bilindiki, bu atrofingga qarab, qo'ni qo'shningga, qarindoshingga qarab yur, nima qilyapti, balki unga bir yordam kerakdir degan bir o'ziga yarasha bir katta keyinchalik ma'no olib keldi. Buxgalter bo'lib ishlar edi. Ne buni bojasi Xitoyga qanar ekan, u nima deydi, Jallavod degan. Ne o'sha shunaqa borsangiz yaxshi bir narsalar olib kelamiz deb asli bojasi boshlagan buni. Siz boring, qobiliyatingiz yetadi dedi, baribir uy joylarni yangilash kerak, farzandlar уже katta bo'lyapti deb chiqsam chiqay deb qiziqish uyg'onib, undan keyin bu 92-yil 26-aprelda Xitoyga chiqib ketdi. 17 ga kirganimda dunyo ko'rsin deb Xitoyga olib borgan, o'zi billa borganmiz. Akam ham borgan. U paytlarda shunchalik qiyinchilik edi, biz 2 sutkada yetib borardik. Avtobus kutib, chegaralarni bekitib qo'yardi, uni kutib, yerdan o'tib 2 sutkada yetib borardik. Yo'ldagi qiyinchiliklar, hamma narsani yengib o'tishni o'rgatganda bizga. Meni o'sha 94-yili Xitoyga o'zi olib borgan. Xitoyda zabt etganlardan desam bo'laveradi-da. U paytlarda Xitoyga birov bormagan. O'zini og'iz bilan eshitganman. 150 marta borib kelganman degandi. Hozir mebel Dostonbek boshqarib turgan mebel borgansizlar, kiraverishda qabulxona bor. Akam bir chap tomonda oxirida xonasi bor edi. Shu biz borardik, borsak qabulxonada doim odam bo'lardi. Bitta qarindoshimiz nimadir maslahatga kelgan bo'ladi yoki bitta muammoni yoki umuman begona. Biz o'zimizga navbat tegmasdan shu ba'zida o'ylardim, shu akamga nimaga hammaga nima qilaman deb o'zimiz muammolar turibdi. Ba'zida shunaqa ham deb o'ylardim-da. Mana shu umuman begonalar ham ko'p kelardi. Men o'zim ham ko'p yuvoq bo'lib turaman-da. Umuman ko'rmaganmiz, tanimaganmiz. O'sha nimadir mana shu bola yordam beradi deb kelardi deb. Qarindoshlarimiz boshqa payt ko'rishmay qolardi, biz ham kam ko'rishib qoladi. Lekin muammo tug'ilsa hamma qarindoshimiz ashta bo'lardi. Endi men ko'p narsani ko'rdim, o'sha ishlab yurganda. Firma ochsangiz, sarmoyador bo'lsangiz, haligi muhtoj bo'lgan, qiynalgan oilalar ko'p kelar ekan. Hisobda yozilmagan, aytadi-ku, qonunda yozilmagan narsalar bo'ladi, shu ishlar qilsa bo'laveradi. Bunaqada ham ehson qilinar ekan, yordam qilinar ekan, odamlarga qilingan yordamlar uni hisob yozilmas ekanda. Ko'p odam kelardi. Biz kasal odamlar, onasi kasal, asosiy ayollar kelardi-da, ko'zlarida yosh bilan. Undan keyin mana firma ochdi akam, billa ishladik. Qo'lida ishladim. Shu ishlash jarayonida ham bu ishlayapti demasdan biznes maktab bor edi. Xalqaro biznes maktab Farg'ona shahrida bitta filiali bor edi. Shunda yurist ekonomist bo'limiga meni o'qishga kirgizgan. O'qi, hali faol tadbirkor bo'l, ilg'or bo'lgin deb turib, hali oldinda yurgin deb turib, men o'qiysan deb turib o'sha yerga kirgizgan. O'sha yerda o'qib diplom olganman Farg'onada. Mana shu ishxonamizda ko'p eshiklar bor, mana shu ofis binoimizda
eshiklar bor edi. Bir kun birga kelyapmizda, shunda eshikni och dedi. Harakat qildim ochishga, ochilmadi. Keyin dadam shunda shu yerda achchig'i kelib, shu eshikni ham ocholmaysanmi dedi-da, o'zi ochildi, ochilib ketdi. Keyin bildim vaqtlar o'tishligi bilan bu eshikni ocholmasligimda menga shuncha kalta yoki so'kish kerakmidi, shu eshik ochilmasa bu nosozirdir deb o'yladim o'sha vaqtda. Lekin keyingi hayotimda bildimki, bu har bir eshikni kaltini topishlik, har bir eshikni ochishligim kerak ekan deb mana hozirgi kunda mana shu bergan o'gitlar hech qachon esimdan chiqmaydi. O'sha qattiq qo'li o'sha paytda aya bizni so'kadi dadam, u bular manjicha xato qilib qo'ysam ham xafa bo'ladi, shu ham mumkin emasmi degan savollarga yo'q, mayli dading, nima bo'lsa ham dading, seni yomon bo'ldimi edi, nima qilaylik deb o'shanaqa deb bularni hali ruhiyatini yosh bolalarni ko'tarib bu qilardim. Mana endi Alisherim shu katta bo'lib, dadamni qattiq ushlaganlari bizga rosa maktab bo'lgan ekan deb hozir rosa xursand bo'lishadi. O'shani qattiq ushlamaganda biz shu darajaga erishmas edik deyapti. Kompyuterda birja savdolarda qatnashishni boshlab, mebel bilan byudjet tashkilotlarini ta'minlashni boshladik. Shunda birinchi kundayoq kompyuter olib bering dedim, 2 kundan keyin bo'pti, olib bersam bilasanmi ish qilib bu ishni degan nimani menga topshiriqni qo'ydi. Men uddalayman, men yoshman, kompyuter ozmi ko'pmi bilardim. Keyin birinchi kuniyoq o'zi bizni shunda 1 oylik оборотimiz 20 million bo'lardi. Endi bunday olib sotardim. Men unda yo'q edim, dadamni nima оборот shuncha edi. Menga aytgan o'sha vaqtda kompyuter olib bergandan keyin birinchi kuniyoq 30 million savdo qilganman-da. Keyin ikkinchi kuni 20 million ashna qilib ishlar yurishib ketib, bizga hali birlashgan o'zadi, birlashmagan to'zadi degan naql bor. Shunaqa bo'ldiki, dadam bilan birlashganimizdan keyin o'sha 2-3 kundaylar bizda savdolar yaxshi bo'lib, birja savdolar qatnashib, mana tashkilotlar mebel bilan ta'minlash boshlanib ketdi. Avvaliga 4 xil mahsulot chiqargan bo'lsak, keyinchalik mebel mahsulotlarimizni turlarini ko'paytirdik. Mana laminatdan bizniki tashkilotlar uchun bo'lganligi sababli mana shunaqa laminatdan chiqardi. Mana shunaqa kreslolar mana bularni ham keyinchalik birinchi Xitoydan olib kelib, keyinchalik o'zimiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Mana bu stollar, stullar, kafe, restoran, marjinaxonalar uchun stullar, shkaflar, ofis shkaflari, keyinchalik detskiy mahsulotlar mana bu kreslolarni ham o'zimiz ishlab chiqarmoqdamiz hozir. Mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Undan keyin kir yuvish uchun ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Undan ilhomlanib, keyinchalik 2015-yil kuz oylariga kelib, bu yerda shampun va idish yuvish vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Bu idish yuvish vositalarini ishlab chiqarishda avvaliga 2015-yil 4 nafar ishchi o'rni bilan boshlagan bo'lsak, keyinchalik 30-35 nafarga ishchilarimiz yetdi. Hozirda o'sha bitta bo'lishib ittifoqlikda ishlashyapti. Bizning mahsulotlarimiz, shu mahsulotlarimiz Tojikiston Respublikasiga, Turkmaniston Respublikalariga ham eksport bo'lishga ulgurgan. Biz shampun mahsulotlarini ishlab chiqarishda ushbu uskunalardan foydalanamiz. Suvni saqlash va suvni filtrlash, filtrlangan suvni bu yerga isitib, mana bu uskunalarda ishlab chiqarish bo'ladi. Endi bu ishlarni bir qarashda hozir bir oddiy ishga o'xshagani bilan yoki bir oson ishlar emas. Bularni boshida o'ta ham katta mashaqqatlardan o'tdik. Ximiya ishi bo'lganligi uchun o'ziga yarasha mashaqqatli yo'llarni bosib o'tdik.
endi shu kollejda o'qib yurgan paytimda sen dedi mebel sexini dedi o'zing yurgizasan va firmaga o'zing direktorlik qilasan deganda men hayron qoldim. Kollejda o'qib turgan bo'lsam qanaqangi direktor bo'laman, qanaqa yurgizaman dedim. Yurgizasan, eplaysan dedi-da, shu 17 yoshli bolaga shuncha katta mas'uliyatni topshirdi. 12 yoshimda men esladim, sport maktabiga jo'natgan meni Andijonga, boksga, o'shanga ham qatnaganman. Keyin 14 yoshimda bir shahar ko'rsin, hali odamlar bilan bir ko'rib, tillarni o'rgansin deb Qrimdagi Artekka jo'natgan meni. 8-sinfda o'qiganimda Qrimga jo'natgan. Shuni viloyatimizdan 6 ta bola borgan. Kam odam borardi Artekka. Bir oy yurib o'sha yerda ancha narsalar o'rganib, ko'rib kelganmiz. 2014-yili mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lgan paytda Shahrixon tumani kengashiga deputat etib saylandi. Shu deputatlik davrida ham xalq uchun, mahalla ko'y uchun, maktab uchun qo'lidan kelganki yordam bo'lsa ayamasdan berib keldi. Alohida bir xonani berganmiz. Shu xonada har dushanba kuni soat 13 dan 16 ga doğru, juma kuni esa ertalab soat 10 dan 12 ga doğru fuqarolarni qabul qilar. Xalqqa, vatanimizga zarur bo'lgan, ayniqsa bizni xursand qilgan narsaki, shu maktabimiz uchun, xalqimiz uchun zarur bo'lgan mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Mana bu tomonimizda bir firma ochgan edi, olib borib shu yerda olib kelib mebellarni ko'rsatib, aka, mana shulardan bir o'ziga yoqqanlarni tanlang. Men shu qo'limdan kelgancha harakat qilib maktabga mana stol masalasi jini qiyinroqdi. Stol masalasidan yordam berdi bizga shu maktab uchun. Chunki o'zim o'qigan maktab har qancha qilsam orz edi. Mana endi mana shu hammasini ishga boshlaganim shu Abdumannon bolam. Qiyinchilik bilan shu mol boqib, uqilib mana shu Abdumannon bolam aşağıda endi zavod qurdi, bu yoqda zavod qurdi, shunaqa qilib aka-ukalarni ham hammasini shu bolam boshlagan. Xitoydagi Zollon kompaniyasini O'zbekistonda diler edim. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga motorollar tarqatardim. Kichkina ukam Abdukarim aka biror narsa yurgizsak, ishlab chiqarish qilsak deb maslahatlashib qoldik. Menga ham ma'qul tushdi. Lekin nima qilaylik ekan deb tegirmon qilmoqchi bo'ldik. Turkiya tegirmonini. Shu vaqtlarda ular bu darajada serob emas edi. Keyin deb tursak, ukam Abdumannon aytdiki, aka bunaqa qilmaysizlarmi? Shunaqa salafan paket chiqaradigan soda zavod batda sizlar paketini chiqarsanglar, hamma yo'q o'zimizda bo'ladi. Abdumannon shu maslahatni kiritgandan keyin, lekin bizda ham qiziqish uyg'ondi. Men shu motorollarni sotganimcha bir 15 yil atrofida shu O'zbekistondagi mana shu qandolatchilik ishlab chiqaruvchilarga men Xitoydan shuni etiketkasini yetkazib berib turardim. Bu soha menga notanish emas edi o'zi. Lekin shu zavodini qilish meni hayolimda yo'q edi. Shu ukam Abdumannon tavsiyasi bilan shu zavodni lekin qurdik. Oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlar qadoqlash, yorliqlar ishlab chiqarishlikda maslahat qildikda. O'shunda ham akamni tanishlari bilan Xitoydagi hamkorlar bilan gaplashib, ahil chin baraka O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasini tashkil qildik. Abdumannonni uzoqni ko'rish qobiliyati juda ham yaxshi edi. Tadbirkorlikka hali to'ma qobiliyat bor edi. Abdumannon akam bilan 2000-yillar tepasi 2002-2003 yillarda tanishgan paytlarimda mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanib yurardi. O'sha paytda men soda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz degan, kir-yuvish kukun ishlab chiqarsak, shu qishin, yozin, qishda ham ketadi, yozda ham ketadi. Shu gap bilan keyin soda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Topgan daromadimiz soda zavodi qurish uchun, uni tog' fundament yer tagidan
Boshlab planlari Xitoylar keldi. Xitoydan 5 ta injenerlar keladigan vaqti bo'ldi-da, dadam menga xitoychani o'rganib tur, yaqinda shu injenerlar keladi dedi. Va men kimdan o'rganaman ekan, nima qilaman ekan deb turib hayron qolib yurgan paytimda o'zi Xitoy tilini ozgina bilganligi uchun menga ancha-muncha kerakli so'zlarni o'rgatdi-da, 30-40 ta so'zni o'rgatgandan keyin bo'ldi, sen o'rganasan dedi-da. Sen dedi shu 5 ta Xitoyda dedi tarjimoni bo'lasan. Sen shularga nima kerak bo'lsa, nima ish qiladigan bo'lsa, bizga tarjima qilib berib turasan dedi. Dadam meni xitoychani bilmasligimni biladi. Qayerda yursam o'zimni ko'rib qolsa, nimaga bu yerda yuribsan? Bor xitoyliklarning oldiga bor deb turib, shu xitoyliklar oldiga jo'nataverardi. Sabab u gapini aytganining sababi sen ashlarning oldida yursang, birga muomala qilib, ashlar bilan baribir xitoychani o'rganib ketasan dedi-da va men shu 3 oy davomida xitoylar bilan bemalol gaplashadigan tarzda xitoy tilini o'rgandim. Va undan keyin o'sha soda zavodimiz qurilishida 2011-yili yana 10 ta xitoylik injener texnologlar keldi, ularga tarjimonlik qildim. Shu tufayli mana menga boshqa ustoz, boshqa nima kerak bo'lmadi, hech qanaqa ta'lim maskaniga bormasdan xitoy tilini o'rganib olishimga dadam juda ham katta yordam bergan. Eng yaxshi xislatlardan bittasi haligi odamlar nima deydi ekan degan narsa yo'q edi bu odamda. Hali kamtar, haligi mana zavodda bo'lsa ham yoki bir katta finans bo'lsa ham kerak bo'lsa oddiy mashinada, oddiy oshxonada, oddiy ust-boshda yuraverardi. Zavodda ham haqiqatda bet endi katta riskovat qilgan, katta tavakkal bilan boshlagan. O'zgarish ancha qiyinchilik bo'lgan. Chunki bu sohada emas edi-da o'zi. Sohada emas edi, lekin shuni mana qurib, bitkazib, uddasidan chiqib, qanaqa ish bo'lsa ham, o'sha ishni ustasini hurmat qilardi. Masalan, qurilishmi, ustami, uy soldiryaptimi, shuni zo'r qil, demak shuni hurmat qilardi. Ishini ustasini hurmat qilardi. O'sha paytda misol birov qattiq gapirsa, sal shunda qattiq botishi mumkin ekan, lekin u aslida bizni foydamizga bo'lgan ekan. Uni hozir kimdan so'rasangiz ham, misol o'zimizda oilam, qarindosh urug', hammamizga foydasi teggan akam rahmatli edi. Hammamizni nihoyatda yaxshi hurmat qilganda mana Toshkentlarga olib borib, sen muqaddasdan ayol konsertlariga olib borar edi. Bizga rosa yaxshi e'tiborli bo'lgan. Afrosiyob yangi poyezd yurganda ham voy shunday poyezdlar yurdingizlar, chiqmaysizlar deb harakatlarda qilib, necha marta Samarqandlarga olib borib kelgan. Nihoyatda hammamizni mashinaga solib o'ynatib yuradi. Toshkentga borsak, shahidlar maydoniga olib borib, hamma yo'qda o'zi tushuntirib, mana qancha mashitda odamlar nima bo'lib ketgan ekan deb hamma Toshkentda hamma obod joylarni haligi shuni nimalarni yangi endi qurilib bitganda nima xasta imomga olib borgan Hazrat imom nimalarga hamma nima yangilik bo'lsa birinchi ko'rsatishga, birinchi mashitlar sizlar ham dunyo bilan tanishinglar deb hamma opalarini olib yurardi. Ukam rahmatli qizlarini chiqarayotganda endi bu yashaydigan bola qanaqa ekan bir ko'ray deb kuyovda har bittasini mana 3 ta qiz chiqardi, hammasini o'zi chaqirib qanaqa bu ro'zg'orda eplaydimi, eplamaydim, xotin boqaladimi, boqolmaydimi degan. Uni dunyoqarashi qanaqa ekan? Uni dunyoqarashi qanaqa ekan deganda har bitta kuyovda chaqirgan, suhbatlashgan. Voy, qanaqa bo'ladi bu o'zbek taomiliga to'g'ri kelmaydi-yu. Desang nima bo'pti? Nima qilish kerak? U qiz bolani shu darajaga yetkazgandan keyin u kimga berayotganingni bilishing kerak deb hali aqlga sig'maydigan bo'lib tuyulgan bizga o'sha paytda, lekin juda ham to'g'ri qilgan ekanman. Endi bir kun chaqirib turib, hali mahallaga nima qilsak ekan, o'zimizdan bir yaxshiroq bir nom qoldirsak deb gapirib qoluvdi. Hali qabriston masalasini gapirdim. Qabristonda hali dafn etish joyi deb yuritilyapti hozir. Mana shu dafn etish joylariga ham
devorlari pachaq buzilib yotgan devorlar edi. Shu inson shu devorlarni tiklashga, albatta shu dafn etish joylarini o'rab, chiroyli qilib, shuvotib, naveslarni qilib berib, xalqni juda ko'p duolarini olgan inson bu. Mana shu qabristonimiz hozir ko'rgan holatlarimizdan avvalsa boshqacharoq edi. Bu mana ko'zlar ko'rib turgan yo'llar chuqur joylar edi. Mana bir eski bir ikki xonalik imoratimiz bor edi. Biz o'sha otalarimiz davridan qolib ketgan. Shularni buzdik. Buni qilishdan oldin bir proyektlarni chizdirib keldi. Sentyabr oyida boshlagan bo'lsak, 2 oy ichida mana shu holatga keldi. O'sha paytlari zakot berar edi. Mahalla ko'yga, qarindosh urug'larga, hattoki meni o'sha Jalla Otay Qirg'izistondagi qarindoshlarimgacha qiynalganlarga bertirgan. Hozirgacha hammasi yaxshi, manaqa bergan, anaqa bergan deb yaqinda borsam eslashsa yo'q deb o'zim esimdan chiqib ketgan haligi narsalar. Ular yaxshi tomonlarini eslashyapti. Mahallaning ko'chalarni asfalt qilishiga asosiy yordam berdi. Mana bu mahallamizni suv chiqarishga yordam berdi. Bundan tashqari mana masjidimiz bor mahallada. Shu masjidni ham shunchalik darajada obod bo'lishiga o'zini juda katta hissalarini qo'shdi. Hech birov bir kelib Admonondan bir yordam so'raydigan bo'lsa, shunaqa inson edi-da. Yo'q degan gap og'zidan chiqqan emas-da. Albatta qo'lidan kelganicha yordam qilardi. Bir kun o'zi asha gaplashib, tatlashib o'tirganimizda o'rtoq yaxshi ishlar qilyapman, lekin sog'lig'imni yo'qotib qo'ydim deychi. Sog'lig'imni shu yerda yo'qotmadim, shu Xitoyga borib yurganimda shu qayerdadir ilashgan ekan. Dadam rahmatli 1998-yillarga kelib kasal bo'lib qoldi. Shu asma kasaliga uchrab Olmaotalarda juda ham qattiq sovuqlar, Xitoylarda bizga nisbatan sovuq bo'lar ekan. Shunda shamolladim, bir yo'taldi, isitma chiqqanga o'xshab sekin-sekin yo'talib yurdi. Boshlanishda juda qiyin bo'lgan. Hushidan ketib qolib, nafas yetmasdan shunaqangi ishlar ham bo'lgan. Doktorlardan ancha davolandi. 98-yil o'sha yili Oqtoshga ketdik. Oqtoshda yana 1 oy turdik. U yerda ham sekin-sekin yaxshilanganga o'xshaydi, birada kasali xuruj qila boshladi. Keyin Oqtoshga har yili Oqtoshda havosi yoqib, har yili boradigan bo'ldi. 1-2 yil borgandan keyin o'sha yerda ham o'zini o'rnini topdi. Glavvrachlar bilan aka-uka bo'lib ketdi, O'rmon aka bilan 10 yil surib bordi. O'sha asmadan nima qolmadi, yaxshi bo'ldim dedi. Uncha lecheniya olmasdi, shu ko'proq havo almashtirib yurdi. Yaxshi yurdi. Misol uchun kasalman degan insonni ko'rsa, g'ashi keladi, ishlash kerak. Kasalman desang, kasal bo'laverasan deb shijoati juda ham anaqa so'z bermasdi. Oddiy gripplarni o'sha kasal qatoriga qo'shmasdi. Harakat qilish kerak inson. Kasalman desang, kasal bo'lib ketasan deb kasallikka uncha e'tibor bermadi. Sekin-sekin mana yosh o'tgan sari o'sha asmani havo almashtirishga ham bormay qo'ydi-da. Dekabr oyining oxirlari edi. Baletlarda hali bu betonlar, asfaltlar qilinmagan. Turpoqlar to'kib, shaharlar to'kib tekizlatib qo'ydim. Aytdim, bo'ldi endi bu yilga qishga bo'ldi endi. Sovuq tushib qoldi, beton qo'yganimizdan foydasi yo'q. Bahorga chiqqanda yana tulab ketadi, muzlab qoladi desam, ertaga bir odam bir narsa bo'lib qolsa, odamlar kiradi, oyog'i loy bo'lmasin, betonni qo'yinglar dedi-da. Betonni qo'yinglar. Ashunda ham o'zi kasal bo'lsa ham odamlarni o'ylayapti, shunday qarang. ...2016-yil tugab, 2017-yil 3-yanvar kuni Toshkentda men Toshkentda edim. Ukam telefon qilib qoldi, dadam og'ir kasal bo'lib qoldi deb. Andijonda yotgan joyda. Keyin keldim. Shu kuniyoq juma kuni abiddan keyin yo'lga chiqib yetib keldim. Dadam borib ko'rganimizda dadam og'ir holatda masjidda yotgan ekan. Vafot etishiga 7 kun qolganda menga o'g'lim ayinga uyda taraddisini ko'rsin, men bo'lmayman shekilli deb gapirdi. Alisherim, ayadida boring endi dadamga kerakli narsalarini olib alohida xona tayyorlatdik, o'sha yerda o'zingiz qaraysiz dedi. Borsam,
keldingizmi deb suyunib ketdi. Ha dedim, dadasi siz bo'shashmang. Men dedim sizni har gripp bo'lib kasal bo'layotganda men sizni 2 kunda tuzatib olaman deb o'zimni yaxshi parvarishlab oyoqqa turgizib yuborardim-da. O'sha gapimni aytdim. Meni gapimga kirib tursangiz 2 kunda turib ketasiz dadasi desam rostdan deb suyundi. Ha dedim. Undan keyin meni 1 minut ham zalga ham chiqartirmadi. Keyin aytganlarimni qiling dadasi, mana uni ichib olasiz, voy malades deb hali yosh bolani erkalatgandek qilib uni parvarishlasam, aytganingizni qilyapman dedi. O'shalar o'sha paslayotgan ekan, meni ehtiyotlayotgan ekan. Bildirmadi. Keyin uyga ketamiz deb oxirgi paytlar uyga olib ketaman. Nima bo'lsa bo'ldi. Desam, ketamiz uyga dedi. Bo'ldi, doktorlardan ham najot qolmadi o'sha. Mana shu men o'tirgan skameykalar, mana shu ko'rib turgan skameykalaringizni mana shu bansada yotibdi-yu, o'g'illariga telefon qilib, akalariga qattiq tayyorlabdi. Stollarni qilib tezda olib borib beringlar deb mana shu 2-3 kun ichida stollar qilib olib kelib o'rnatib ketishdi. 14-yanvar kuni keyin kechasi 2da bordim oblastnoy bansaga, viloyat bansasiga borganimda dadam juda ham og'ir ahvolda edi. Shu darajada Allohga yaqin bo'lib ketdi. Kalimalarni to'xtamay keltiradi. Men sizlarga ishonaman. Ikkala o'g'lim bilan tepasidan men, bitta opasimiz, hamma shomga ketib qolgan payti deng. Shuna bo'lib osongina omonatini berib qo'ydi. Omonatini berayotganda meni endi ozmi ko'pmi ota-onamiz o'tganligi uchun jannat mevalaridan onor tomizsa yaxshi bo'lar ekan deganda kichkina qaynog'amga onor olib chiqtirib qo'ydim. Uni chiroyli qilib kesib qo'ygan ekan o'sha qaynog'am. Sanitarkalarga dod deyapman, anorni olib kelinglar dedim. Mana shu milg'ayib, ko'zi suzilib, mazza, men ketyapman degandek qilib ko'zi yumilyapti, anorni kutyapti. Anorni og'izlariga tomizishga ulgurdim. O'shani u ham mo'ltayib kutib turdi-da. Keyin omonatini berdi. Undan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim, uchdi ketdi boshimdagi humo qushim. Qolaverdim toshga urib yetim boshim, ketayotir otam fano karvonida. Didor qoldi endi mahshar maydonida. Dadajon kim so'kadi xato qilsam, dadajon kim turadi to'ylar qilsam, dadajon duolarsiz qandoq qilay, dadajon kim kutadi uyga borsam. Inson o'z umrini yashab o'taverar ekan. Go'zal umr. Ibratli yo'lni bosib o'tmoq saodati insonni to abad tiriklik baxtiga nozil qiladi. Terak qulaganda odam bolasi dorir qanodan bahoga ketar ekan, uning bor bo'yi ko'z oldimizda gavdalanadi. Kuyinchak inson, jonkuyar ota, shijoatli yo'lboshchi Abdumannon aka ham qilgan yaxshi amallari yu ezgu fazilatlari bilan yaqinlari qalbida to abad yashaydi. Zero u o'lmagan. U avlodlari xotirasida barhayotdir. Uning bosib o'tgan yo'li ibrat yo'li bo'lib qolaveradi.